Mana shu turistalik titanni hozir istirohatga olib keldik. 6 tali avtomatik garelkasi bilan. U titanimizni mana shu saunali titanning o'rniga qo'yamiz. Xudo xolisa, hozir ko'rib turganingizdek, devorlar orasini polni perforatorda biz chiqamiz. Mana bu hojatxona ekan. Mana shu ikkita devorlar o'rtasiga akkuratlik qilib joylab beramiz. Titanimizni ham o'rnatib bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, akkuratlik qilib joyladik. Teglariga g'isht qo'yib, ustidan tunka qo'yib, tekis qilib turib o'yladik. Yo'qoldi, ishlayapti. Yomon emas, qisqasi. Mana 6 tali avtomatik garelka qo'yilgan, bunga 2 ga qo'yib qo'yganmiz. Bu titanimizni orqa ko'rinishi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana tepasidan issiq suv chiqib ketadigan joyi, mana bu yerda 6 barli perdon qo'yishimiz kerak edi, zaklushka qilib qo'ydik. Vaqtinchalik. Keyin orqasidan mana sovuq suv kiryapti, tepadan issiq suv chiqib ketayotgan bo'lsa, mana bu o'rtasidagi mabodoga resirkulyatsiyaga, ertaga vazdirat bo'ladigan bo'lsa, 30 metr, 40 metrdan aylanib keladigan bo'lsa, yo bo'lmasa bu yerga sushilka o'rnatiladimi yo tupli pol qilinadigan bo'lsa, mana bu yerdan vixti bor. Apparatga shu yerdan olsa bo'ladi.